Allohga ishonish, Allohdan so'rash, duo qilish, ota-onalarga bo'lgan mehr-muhabbat, ota-onaning farzandi oldidagi vazifalari, farzandning ota-ona oldidagi vazifasi, qo'ni-qo'shnining bir-biriga bo'lgan hurmati, bir-biridagi haqqi, umuman yashash hayotimiz, boshimizga og'ir kunlar kelganda sinovlardan qanday o'tish, yoki bizga Alloh nima deydi, bor butimizni tortib olib nima deydi, kambag'al qilib qo'ygan paytdagi bizni o'zimizni tutish holatlarimiz, yoki Alloh berib qo'yganda nima deydi, qo'pol bo'lsa ham ko'kka ko'tarilib ketmasligimiz haqida judayam nima deydi, ma'lumotlar qilingan, kiritilgan ki har bir kunimizni mazmunli o'tkazishimiz, har kuni kun tartibi tuzishimiz, asosan bu farzandlarimizni tarbiya qilishda yoki mana yoshlarimiz katta bo'lgan buvijonlarimiz nabiralarini kunlarini behuda o'tkazmaslikda bu kitobda nima deydi, dinimizga oid hadis